Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Allah tabaraka va taolo bu muborak oyda tutgan ro'zalarimizni o'zining dargohida qabul qilsin. Amin. Odob-siyatlarimizni, gunohlarimizni, kamchiliklarimizni Alloh taolo kechirsin. Hozir o'qilgan oyat Sura Baqaraning oyatida Alloh tabaraka va taolo shunday deb marhamat qiladiki: iymon keltirgan zotlar, sizlarga ro'za farz qilindi. Sizlardan oldingilarga, ya'ni avvalgi o'tgan muqaddam o'tgan ummatlarga farz qilinganidek, shoyatki bora-bora sizlar taqvodor bo'lishlaringiz uchun deydi. Alloh tabaraka va taolo bu amrga amal qilishni oson qildirishlik uchun faqat sizlarga kelgan bu amrlar, bu buyruqlar, balki sizlardan oldingilarga ham kelgan deydi. Va bu amrning hikmatlaridan bittasini Alloh taolo shunday aytadiki: ro'za tutishlik bilan sizlar bora-bora taqvodor bo'lasizlar deydi.